jonli fermaga kirib keldik. O'zi og'irligi 1 kilo bo'lib qolgan o'zi. Bir xillari mana ortadan ketgan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men sizlarga bugun ajoyib bir hammamiz ishoratda shug'ullansa bo'ladigan bir biznes to'g'risida sizlarga gapirib, ham ko'rsatib, tushuntirib, batafsil tushuntirib o'taman. Uning uchun menga mana shu biznesni boshlagan tadbirkor do'stimiz Elyorjon bizga tushuntirib berib o'tadi. Men tushunmagan joylarimda, bilmagan joylarimni so'rab ketaveramiz. Eng asosiysi do'stlar, buni bu biznesda shug'ullanish uchun alohida katta bir firma yoki bir bino shart emas. Mana bundoq qilib, mana binoni boqadigan joylarni ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Mana bunday simdan, to'rdan katak qilib xohlagan joyda boqish mumkin ekan. Yana bitta muhim jihati aziz do'stlar, bu asosiy branchada ishlaydigan bo'lsangiz, ishingizga qo'shimcha ravishda shug'ullanishingiz ham mumkin yoki bo'lmasa astoydil bu bilan sonni ko'paytirib shug'ullanishingiz ham mumkin. Har tomonlama foyda keltiradi. Agar asosiy ishdan ayrilmagan holatda boqaman desangiz, mana bundoq 200 ta, 300 ta holatda boqadigan bo'lsangiz, agar astoydil shu bilan shug'ullanaman desangiz, 500 ta, 1000 ta boqadigan bo'lsangiz, albatta sizni 100% foyda kiritadi. Assalomu alaykum Elyorjon. Hormang o'rtoq. Chidaysiz, charchamay. Mohiyasini charchamay. Sekin olyapmiz. Endi do'stim, bizda mana shu ko'rib turgan barcha yurtdoshlarga, tovuqqa qiziqadigan, qiziqmaydigan yurtdoshlarga ham hozir bu qiziq bu biznes. Nimagaki foyda keltiradigan narsa har bitta insonni befarq qoldirmaydi. Do'stim, hozir bu yerda 200 ta jo'ja boqyapman deyapsiz. Buni necha kunlikdan boshladingiz boqishda? 1 kunlikdan boshladik. Demak, 1 kunlik jo'ja olib kelgansiz, boqishni boshladingiz. Olib kelib. Demak, do'stim, endi qarang, jo'jani narxi to'g'risida keyin videoning oxirida, keyingi videoda gaplashamiz. Hozir o'sha 1 kunlikdan boshlab necha kungacha yem yeyapti, necha kunlikdan qancha yem yeyapti, ana shu to'g'risida gaplashaylik. 1 kunlikdan 10 kunlikgacha, har bitta jo'jam 100 gram, 150 gramgacha edi. 200 gramgacha bordi har bittasi 1 kunlik bitta jo'jamiz. 10 kunlikdan o'tgandan keyin har bitta jo'jamiz 200-250 gram. Qo'yingki shu 200 ta jo'jamiz kuniga 15 kilo, 20 kilo yeyapti. Hozirgi holatida. Hozirgi holatida. Undan oldingi holat 10 kilogacha yerdi. 10 kunlikgacha bo'lgan davrda 10 kilo yerdi. 10 kilo yeyapti. Endi hozir kuniga bular 20 kilo yeydi. 20 kilo don yeyapti. 20 kilo. Bir sotkada 20 kilo, 25 kiloga sekin o'tib ketadi. Yaxshi, demak etapida ko'tarilib. Hozir bu 22 kunlik. 22 kun. Endi qachon yana 20 kun boqsak, hozir ham o'zi yurishidan yaxshigina og'irga o'xshayapti-ku. To'g'rimi? Do'stim, buni boqishda qiyinchilik to'g'risi endi qanaqa qiyinchiligi bo'ladi uni boqishda? 1 kunlikdan boqsiz, 1 kunlikdan boqsiz. Uncha qiyinchiligi yo'q buni. Qiyinchilik faqat don suvni vaqtida berib qo'ysangiz bo'ldi. Keyin vaksinasi bor. Bitta vaksinani o'tkazib yuborildik. Boshida o'ldi bir. Vaksinadan keyin endi to'xtab qoldi. Shu bir haftadan beri o'lish yo'q. Yaxshi. Demak, o'lish ham unaqa ko'p bo'lmagan, to'g'rimi? Yo'q. Misol 200 ta olib kelgan bo'lsak, 200 tadan 15 ta 16 ta o'ldi boshida. Shu kungacha. Shungacha. Bag'da 183 ta bor. 83 ta, 84 ta bordi. Vaksinada sanaganmiz. Vaksinadan keyin 2 ta o'ldi xolos. 85 ta edi, shu 2 ta o'ldi undan. Ana yaxshi. Do'stim, yana shu bitta narsada shu ko'rib turgan muxlislarga aytish kerak. Bu Elyorjon do'stim birinchi marta shug'ullanyaptilar. Shuning uchun ham bu boshlanishida mana bunaqa o'lish 5 ta 10 ta bo'lgan. Agar sizni narigi safar tajribangizda o'lim son bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Birinchi marta boshlab shunchalikka olib chiqib kelish ham oson emas. Demak, aziz muxlislar, hammamiz ham uy sharoitida bemalol shug'ullansak bo'ladi. Men har gal aytib o'tdim, buning uchun alohida bino qurish shart emas boshlanishiga. Mana bundoq joyga atrofini setka tutib, ustini mana bundoq to'r tutsak bo'ldi. Lekin kichkinaligida Elyorjon do'stimni ishini ko'rganman, undan keyin aytaman deb o'tdim. Kichkina xonada katta qilib olgansiz, to'g'rimi? Birinchi kichkina xonada. Bitta kichkina issiq xonada 37 gradusdan tushmaslik kerak buni. Demak, necha kunlikgacha shunaqa bo'ladi? 10 kun, vaksinagacha, 10 kungacha. Demak, 1 kunlikdan 10 kungacha bitta kichkina xonada 37 gradusdan pastga tushmaslik ham kerak, ko'tarilib ham ketmaslik kerak. Yaxshi. Ana bu menimcha har bitta ko'rib turgan qiziqadigan insonlar uchun bu bitta life hack bo'ladi, maslahat bo'ladimi do'stona. Endi bularni baqa necha kun bo'ldi olganingizga? Necha kunlikdan? 22 kunlik bo'ldi bu. Bu yerga ochiq maydonga olganingizga necha kunlikdan oldingiz? Bunga 10 kundan keyin o'tdi. Demak 10 kunligigacha xonada 12 kun bo'lib qoldi-da olganimizga. Xonada boqqanda 10 kunlikgacha boqqansiz. 10 kundan keyin mana bunday ochiq havoda bemalol bitgan.
Men boya aytdim, haqiqatdan bir beyor jonivor, jonzot ekan bular. Nima deydi, xalqimizda bekorga gap aytilmagan. Bu parranda 7 xazinani biri deb. Haqiqatdan bu jonivorlar 7 xazinani biri. To'g'rimi do'stim? Mana bularni qarang, bermon hech narsa talab qilmaydi sizni bizdan. Faqat vaqtida mana suvni berib tursak, yangilab ichib olgandan keyin vaqtida mana u qani yemlarini berib tursak, mana bunday holatda bu yerga solib qo'ysak, o'zi tushib, bu yerdan yeyishaver ekan yemni. Vaqtida yemini berib tursak, suvini berib tursak, endi bu yog'iga do'stimiz faqat yaxshi kunga qoldi-da, daromadga. Yani do'stlar, har bittalari mana shundoq beyor bo'lgan birovli jo'jalarni boqinglar. Nima deydi, o'zlaringda ro'zg'orlaringga qolaversa, buni foydalanadigan xalqimizda dasturxoniga ham foyda, ham o'zimizga foyda, cho'ntagimizga ham xalqimizga foyda. Xalqimiz orasida mana bundoq tadbirkorlar, ishbilarmonlar ko'paygan sari yurtimiz bundan-da ravnaq. Ana do'stim, sizga katta rahmat. Sababi siz bilan bizga o'xshab uy sharoitda qilsa ham 1 million sarflasangiz 3 million qilib olar ekansiz. Demak, 50 yillik bor. Hozir mana sizni qarang, birinchi marta boqishib, hali tugatmasdan taxminiy hisob kitoblar. Demak, hali bundan ko'p bo'lishi ham mumkin. Xudo xolasa. To'g'rimi? Ko'paytiramiz bundan. Do'stim, ishingizga omad. Xo'p. Charchamang. Bundan ham ishlaringiz yurishib ketaversin do'stim. Xo'p, sizga ham rahmat.